Sergeli Xonobod Beruniy mahalladan noodatiy proyektdagi uchastkam sotuvga chiqqan. Naqd old sotuvga qurilgan. Endi bular sotish uchun qurilmagan. Ko'rib turibsizlar, o'zlari uchun qurganlar. Rovna old sotuv o'rtaga bino tushirib qo'yibdilar. Endi akamiz o'zlari yashamaydigan bo'libdilar. O'shanga sotib olyaptilar. Juda ham sifat bilan qurilgan deb aytdilar. Men bir detallariga kirib o'taman. Tashqari suvoq ish qolgan, ichkarida atachento'la qilingan. Ichkari ham ancha ishlar qilib qo'yilgan. Mana shu do'ttiy oynalarni o'zini ham zakaz qilganman. Men qurayotgan payti yo'q edi deb aytdilar. Zo'r, chiroyli proyekt bo'lgan. Bu yoqda oshxona qismimizda 3 o'rvilli umumiy uyimiz. Bunaqasi o'tib borsak, bu orqa hovli hisobida o'zi. Bunaqa devorlarga ham bunaqalar qo'ysanglar, yorug' bo'lib, chiroq qo'ysanglar, juda ham chiroyli bo'ladi. Hop, bu uyimizni oldi tarafi bo'ladi. Asosiy kiraverish qismi. O'zi bu yoqlarda bunaqa proyekt topish qiyin. Hammasi 2 sotuv, 1 sotuvga aylanib ketib bo'lgan. Mana bu akamizni zo'r mahalladan qurganlar. Hop, bu yoq kiraverishimiz avtomatik darvoza, ikkita mashinalarga zayezd qilib, ataylab katta qilingan, falon pulsimga yasattirilgan. Bu ham kalitka eshiklar. Mana bu yoqdan asosiy uyga kirib kelamiz. Hop, uyimizga kiradigan bo'lsak, shunaqa bitta tambur kutib oladi. Mana shu tambur ham zo'r narsada. Issiq havoni, sovuq havoni kirgizib olmaydi sezon paytlarida. Hop, kirib keldinglar. Bitta koridor, o'ng qo'lda zal qismimiz bo'ladi. Zalimiz ham ikki tomonga qaragan skvoznoy. Devorlar ko'rasizlar, atechonta qilib bo'lingan, faqat polga laminat va eshiklarni qo'yib yuborsak bo'ldi. Bu yerga yuradigan bo'lsa, to'g'rida bitta umumiy sanuzel, elektrika, santexnika hamma ishlari bitirib bo'lingan. Va bu yerda mana oshxona qismimiz bo'ladi. Oshxona qismimiz ham kattagina, shu oynasini, katta oynasini qo'yib berishadi. Mana boyga orqa hovliga qaragan joylar bor. Mana shu tapchani zona qilib, letniy kuxnya qilib qo'ysa ham bo'ladi. Xullas, o'zlari uchun qurganlar. Asosiy ish kotelnilar ham qilib qo'yilgan. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Birinchi qavat uchun mana bitta spalniy xonamiz bo'ladi. Master spalniy o'zining ichida san uzurlari bilan birga. Ikkinchi etajga ko'rib chiqamiz sekin. Bu yoqdan podvolga tushiladi. Zinalar o'ziga ham yoniga katta oyna qo'yilgan. Panoramli oyna. Oynalar ochiladi, havo zo'r aylanadi shu hisobiga. Ikkinchi qavatimizda katta mana shu hol bilan boshlanadi. Xohlasanglar bo'lib, bitta xona qo'rsanglar bo'ladi. Bu yoqni ham mana tepa zalimizdagi bir xil ikki tomonga qaragan oynalar bor. Bu yoq balkon qismimizda. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. To'g'rida umumiy sanuzel. O'ng tomonda oshxonaning o'rni master spalniy bo'ladi. Shkafga o'rinlari, joylari qoldirilgan va keyingi xonamiz ham katta spalniy. Ajoyib proyekt, ajoyib, zo'r. Bunaqasi bitta sizlarda bo'ladi nasib bo'lsa. Endi podval qismimizga tushamiz. Podval qismimizga tushib ko'rish. Shunaqa kattagina, splashnoy emas ekan u. 70% podval qilingan, ikki tomonga qaragan oynalar bor. Mana asosiy uyimizning yurak qismi bo'ladi. Hamma narsasi tayyor qilib qo'yilgan. Stabilizator deysizlarmi, ikkitalab kotel deysizlarmi, nasoslarmi, xullas tayyor holatda malar ishlarini bitirib olsak bo'ldi. Xudo xolasa ko'chalarni ham ko'rsatib o'tayim unda. Uyimiz aytganimdek, Sergeli Xonobod Beruniy mahallada joylashgan bo'ladi. Tashqarisida bir paytlar yer ajratilgan paytda bularga ruxsat tegmagan. Bu joylarga hali ham ruxsati yo'q deyishyapti. Mana bu yoqda ham shu. Mana bu uylarga уже